Hayot. Ba'zan boshqalarnikiga qarab turib, nega mening hayotim bunchalik og'ir, degan savolni o'zingdan qayta-qayta so'raysan. Lekin javob topolmaysan. Men ham shunday bo'lganman. Aslida hanuzgacha bo'ladi. Men dunyoga kelganimda hech kim menda kasallik borligini bilmagan. Shifokorlar hammasi joyida deyishgan. Hammasi yaxshi, hammasi sog'lom deyishgan. Ammo vaqt o'tib, men yura boshlaganimda bir narsa noto'g'ri ekanini sezishgan. Shundan keyin hammasi boshlandi. Mening butun bolaligim kasalxonalar bilan bog'lanib qoldi. Menga qo'yilgan tashxis boshga qon quyilishi oqibatida chap taraflama gemiparez. Bu gapni birinchi bo'lib eshitganimda hech narsani tushunmaganman. Lekin tanam tushungan, og'riq tushungan. Yuragim esa juda erta kattalashgan. Bolalikda odamlarni ko'ziga ko'rinishni istamasdim. Hayot boshqalar uchun oddiy tuyulgan narsalarni men uchun imkonsiz qilgan edi. Men juda qiynalardim. Holatimni ko'rib odamlar boshqacha qarashardi. Qiziqish bilan emas, rahm bilan ham emas. Bilib bilmay odamni ezadigan nigohlar bilan. Shuning uchun ko'pincha ko'chaga chiqishni istamasdim. Odamlar ko'ziga ko'rinmaslik, hech kimning e'tiborida bo'lmaslik o'sha paytdagi eng katta istagim edi. 5 yoshimda ko'chadagi qizlar bilan o'ynardim. Lekin ular meni doimo ajratishardi. O'yinlariga qo'shishmasdi. Kichkina bo'lsam ham buni sezardim. Juda yaxshi sezardim. Men jim o'tirib yig'lardim. Onam esa o'sha payt qizlarga jahli bilan baqirardi. Nega mening qizimni qo'shmaysizlar? Bir qarashda yaxshi tuyuladi. Lekin o'sha manzara men uchun 2 barobar og'riq bo'lardi. Chunki men onamning menga achinayotganini ko'rardim. Onam meni himoya qilardi. Lekin men o'zimni himoyasiz his qilardim. Bu og'riqlarni hali ham unutganim yo'q. Unutolmayman ham. Maktabga borganda ham o'zgarmadi hech narsa. 7 yoshimda maktabga bordim. O'sha yerda ham meni boshqalar qabul qilmasdi. Sinfdoshlarim ko'pincha meni o'yinlariga qo'shishmasdi. Suhbatlariga aralashtirishmasdi. Faqat ustozlar. Faqat ustozlar menga yaxshi muomala qilishardi. Shuning uchun men maktabga borishdan faqat bitta sabab topganman. Ustozlarning mehribonligi. Do'stlarim yo'q edi. Suhbatdoshim yo'q edi. Maktabni faqat o'qish uchun emas, balki yolg'izlikni yengish uchun borardim. Keyin operatsiyalar boshlandi va bu eng og'ir yillar edi. 3-sinfga kelganimda hayot meni yana bir sinovga oldi. Men oyog'imdan 2 marta og'ir operatsiya bo'lganim edi. Eng og'ir joyi menga narkoz berishmagan. Faqat uxlatadigan ukol. Lekin men uxlamadim. To'g'ri, men kichkina edim. Lekin operatsiyani o'z ko'zim bilan ko'rganman. Qanday qon chiqqanini, qanday og'riq tanamni teshib o'tganini. Bu so'z bilan aytolmaydigan darajadagi og'riq edi. Bu kichkina bolaga beriladigan sinov emas edi. O'sha vaqtda men nafaqat tanam, balki ruhim ham og'riqdan titraganini eslayman. Operatsiyadan keyin esa 2-3 oy yura olmadim. Mening yurgim kelardi. Boshqalar kabi yugurib ketgim kelardi. Lekin qo'limdan kelmasdi. Onam meni orqasiga olib yurardi.
Bu manzara mening emas, onamning ko'zidagi og'riq, eng og'ir yodgorligim. O'sha payt onamni ayardim. Hozirgacha ayayman. O'zim qiynalsam ham eng ko'p qiynalgani o'sha ayol edi. Darslarim pastlab ketdi, lekin men taslim bo'lmadim. O'qishim og'irlashdi. Darslar qiyin bo'lib qoldi. Hatto ba'zi so'zlarni o'qiy olmasdim. Lekin uyda eski adabiy kitoblar bor edi. Yura olmasdim. O'tirib kitob o'qirdim. O'qiy erkin o'qishni o'rgandim. Shu bilan bilimim qayta ko'tarildi. Asta-sekin yana a'lo baholarga o'qishni boshladim. Ba'zan o'ylab qolaman, agar o'sha davrlarda taslim bo'lganimda, bugun men boshqa odam bo'lardim. 2020-yil kelib, hayotim o'zgardi. Karantin ko'pchilik uchun zerikish bo'lgan bo'lsa, men uchun hayotni o'zgartirgan davr bo'ldi. Telefon paydo bo'ldi, internet paydo bo'ldi. Shu orqali men bir qiz bilan tanishdim. U mening hayotimdagi birinchi chin dugonam edi. Menga hech kim bermagan mehrni u bergan. Gaplarimni, dardlarimni, hislarimni eshita olgan yagona inson edi. Hozir uncha gaplashmaymiz, lekin u mening hayotimda iz qoldirgan odam bo'lib qoladi. 2022-yilda video yasashni boshladim. Men dardlarimni kimga aytishni bilmasdim. Yillar davomida hamma narsani ichimda saqlab yashadim. Kimga aytsam ham tushunmaydi deb o'ylardim. Shu sabab 2022-yilda video yasashni boshladim. Videolar mening ichki dunyomga aylangan. Kanallarim og'riqlarimni so'zga aylantirgan joylarim bo'ldi. Men ovozim bilan gapirgan har bir video mening hayotimning parchasi. Men boshdan kechirgan dardlar bilan to'ldirilgan. Shuning uchun ham videolarim hayotimdan chiqib aytiladi deb doim shuni aytaman. Chunki bu haqiqat. Men hali ham kurashyapman. Hali ham har kuni o'zim bilan olishaman. Lekin birdaniga tushunib qoldim. Men zaif emasman. Men sinmaganman. Men yengilmaganman. Men bolaligidan kurashib kelayotgan insonman. Boshqalar oyoqda turgan joyda men sudralgan bo'lishim mumkin. Boshqalar kulgan joyda men yig'lagan bo'lishim mumkin. Boshqalar o'ynagan joyda men og'riqdan qotib yotgan bo'lishim mumkin. Lekin men taslim bo'lmadim. Taslim bo'lmayapman ham. Va eng muhimi, men o'zimdan faxrlanaman.